Eng yaxshi bo'lgan o'zimizni kutish bo'lsa, tuvandagi 4 xil. Hashamatli uylarda o'tirish, sifatlik yaxshi bo'lgan yemekliklarni yeyish, go'zal yerlarga berib sayohat qilish va yoki qimmat bog'liq sog'lomlik mahsulotlarini yeyishmi? Hargiz unaqa emas do'stlar. Garchi o'zimni bir sog'lomlik mahsulotini ishlab bozorga solgan bo'lsam-mu, hargiz yaxshi bo'lgan kutinish sog'lomlik mahsulotlarini yeyish demayman va yoki tashviq qilmayman. Bu bo'lsa faqat bir qo'shimcha. Eng yaxshi bo'lgan o'zimizni kutish bo'lsa, tuvandagi 4 xil. Birinchisi bo'lsa, turaqliq bo'lgan kayfiyat. Dünya Səhiyyə Təşkilatınınki tədqiqata əsaslanğanda %90% kasallik dal shu kayfiyat bilan munosabatlik. Kunda achchiqlab va yoki nurg'ulg'a ishlardan norozi bo'lib, qaqshab yurgan vaqtimizda, minnatdorlik tuyg'umiz bo'lmaydigan kayfiyatimiz davomli nachar holatda yurgan vaqtimizda kasal bizni o'zi tabiiylam izlab keladi. Bunday vaqtda har qancha iksir olamdi va yoki obiy hayot olamdi, shu almisaqdan g'oyivlashtirib etilib kelayotgan ashtaq narsalarni yegan vaqtimizdami? Buning hech qanday foydasi yo'q. Undan narsalar yo'q, bağıgan taqdirda. İkincisi olsa az saz yeyish, miqdori az, har xil sarxil bo'lish, yetti o'lish to'yinish. Qo'sqimiz ichib qolganligidan chiqmaslik kelib chiqmaydi do'stlar, balki to'qliqdan chiqmaslik kelib chiqadi. Izchil to'yinib yegan vaqtimizda har xil kasalliklar tabiiylam choplashga boshlaydi. Uchinchisi olsa yetarlik hamda sifatli bo'lgan uyqu. Odam badani do'stlar dal shu chunqur uyqu holatida badanni remonat qilish holatiga o'tadi. Ya'ni sizlarning shu kunlik bir kunlik badanga bo'lgan uchratgan zaxmlaringlarni va yoki har xil harg'unchiliklarni dal bizningki shu chunqur uyqu holatimizda badandagi har xil hujayralarimiz remont qilish holatida. Yetarlik bo'lmaganda, sifatli bo'lmaganda yaxshi remont qilinmaydi. Yaxshi aslik keltirishga erisholmaydi. Shunga uyqu muhimdan muhim bo'lgan turlarning birisi sog'lomligimiz uchun. To'rtinchisi bo'lsa ko'ngil ko'ksimizdagi kenglik, ya'ni nurg'ulg'a ishlarni yaxshi tarafiga o'ylay olgan vaqtimizda. Undan boshqa bizni xafa qilgan va ranjitgan shu ish va odamlarni kechirib o'talisak, bo'pti deb o'talisak, amaliyotda shu bo'pti deyotganimiz demaganimizdan bizga elib kelgan xushalliklar intayin zo'r do'stlar. Ko'ngil ko'ksimiz qancha keng bo'lsa, masalalarga duch kelgan vaqtimizda amaliyot o'ylasak, nurg'ulg'a ishlarniki arzimaydiganligini his qilamiz. Shu sababdan o'zimizni jiq ranjitmaymiz. Xushal yuraymiz, g'amsiz yuraymiz. Salomatligimizga intayin cho'ng foydasi. Mana bu 4 usul bo'lsa, haqiqiy eng yaxshi bo'lgan kutinish va yoki o'zimizni asrash. Shunga atrofingdagi jiqraq do'stlaringlarga va yoki cho'nglarga avatib qo'yinglar. Mushtaq filmlarni jiqraq ko'rib turgan vaqtimizda ro'y kayfiyatimizni tanishashga va yoki nurg'ulg'a ishlarningki biz o'ylagandek, unchalar darajada azoblangandek muhim emasligini his qila olamiz. Bu filmni ko'rishda 记得点赞关注哦。